Davlatimiz rahbarining Xorazm viloyatiga tashrifi doirasidagi keyingi manzil Xonqa tumanidagi mebel-sozlik kichik sanoat zonasi bo'ldi. Prezidentimiz Do'ruq Megastroy mas'uliyati cheklangan jamiyatning mebel ishlab chiqarish korxonasi imkoniyatlari bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari yosh tadbirkor Do'ruq Ro'zmetov bilan bo'lgan samimiy muloqotda sohani rivojlantirishning muhim jihatlariga to'xtalar ekan, yarim tayyor mahsulotlarni chetdan olib kelmasdan shu yerning o'zida mahalliylashtirish bo'yicha tavsiyalarni berdi. Bilamizki, avvallari bunaqa sharoit infratuzilmalar bo'lmagan bizada. Hozirda mana katta sexlar qurib turibmiz, katta texnologiyalar olib keldik. Yangi texnologiyalar asosida ishlab chiqarib, ham ishchilarning, xodimlarimizning xavfsizligi, ham mahsulotning sifatini oshirishga bu texnologiyalar yordam beryapti. Hurmatli prezidentimiz mana bugun tashrif buyurdi. Tashriflardan juda ham xursand bo'ldik. Ulardagi shijoat, bizlarni qo'llab-quvvatlashlari, yoningdaman, to'xtama deyishganlari o'zi biz uchun katta motivatsiya bo'ldi, to'g'risi. Hurmatli prezidentimizni mana yosh tadbirkorlarga bo'lgan e'tiborlari tufayli shunchalik darajaga yetishdik. Katta buyurtmalarni qabul qilib, mana go'z zakaz deydi bizada, shularni yetkazib berib turibmiz. Hammasi hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan bo'lib turibdi. Xonqa tumanida avvalda mebel soz ustalar ko'p bo'lgan. Buni raqamlarda ham ko'rsa bo'ladi. Hozirgi kunda ayni yo'nalishda 140 dan ziyod tadbirkor, 500 dan ortiq xonadonda kichik ustaxonalar bor. Biroq shu paytgacha ularning ko'pchiligi tor joylarda noqulay sharoitlarda ishlardi. Shu bois bu hududda 10 gektar yer ajratilib, mebel mahsulotlarini klaster usulida ishlab chiqarish, ko'rgazma va savdo obyektlarini o'z ichiga olgan kichik sanoat zonasi barpo etildi. 10 million dollarlik 61 ta kichik loyihalar joylashtirildi. Natijada 650 ta yangi ish o'rni yaratildi. Davlatimiz rahbari shuningdek Xorazm viloyatida qurilish ko'lami oshgani, ko'plab uy-joylar, mehmonxonalar, bino va inshootlar barpo etilayotganidan unumli foydalanib, korxonalar uchun buyurtmalar shakllantirish, yangi turdagi mahsulotlarni mahalliylashtirish zarurligini ta'kidladi. Xonqa tumanimiz xalqi, mehnatkash xalq, savdogar xalq katta territoriyada mebel zonaga yerga ruxsat berdilar. Yana shu bilan bizda 50 tadan ortiq mebel sexlari mahallalarning içinde. Şu mahallalarning içinde tar bo'lib qiynalib ishlab yuradilar. Shu yo'l prezidentimiz bilan katta yer berdi. Rahmat prezidentimizga yana shuncha odam ish bilan ta'minlandi. Men o'zim ham hozir 6 ta 7 ta odam berdi, magazinda katta magazin ishlaydi. Endi xudo xolasa shu binamiz podval qismida sex remont jarayoni ketyapti. Eng oxirgi modeldagi sanoqlarni olib kelib, bizlar ham shuda o'g'lim bilan ishlab chiqarish planimiz bor. Kamida bu yerda 20-25 ta ishchi ish bilan ta'minlaymiz. Korxonalarda Germaniya, Italiya, Shveysariya, Turkiya, Xitoy kabi davlatlardan keltirilgan zamonaviy dastgohlar o'rnatilgan. Yiliga 108 milliard so'mlik uy, ofis, mehmonxona, restoran, savdo va ijtimoiy muassasalar uchun mebellar ishlab chiqarish quvvatiga ega. Bu orqali esa 3,2 million dollarlik mahsulot eksport qilinadi. Dizayn, bozor topish va onlayn savdo yo'nalishida amaliy yordam ko'rsatish uchun turkiyalik mutaxassis jalb etilgan. Davlatimiz rahbari showroomda mahsulot namunalarini ko'zdan kechirar ekan, ularning sifatini va dizaynini yuqori baholadi. Men Turkiyada juda yirik mebel fabrikalarida ishlab chiqarish, ilmiy tadqiqot, rejalashtirish va IT sohalarida faoliyat yuritganman. Ushbu ish tajribalarimdan so'ng O'zbekistonga keldim. Hozirda Xonqa shahrida tashkil etilayotgan yangi zavodlarda va uskunalarga kiritilgan investitsiyalar orqali yuqori texnologiyalar, ishchi kuchi va ishlab chiqarish texnologiyalarini dizaynerlar bilan uyg'unlashtirib, ishlab chiqarish sifatini oshirishni maqsad qilganmiz. Avval Toshkentda, keyinchalik esa qo'shni davlatlar va Rossiya bozorlariga chiqish rejalarimiz bor. Bugun prezident janob oliylari bilan muloqot qilar ekanman. Biz Turkiya sifati darajasida mebel ishlab chiqarib, uni eksport qilishni maqsad qilganimizni aytdim. Janob prezident bu yo'lda har qanday yordamga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Agar Xonqani Turkiyadagi Indegol bilan solishtiradigan bo'lsak, ularning hajmi bir xil. Hozirgi kunda Turkiyaning yillik mebel eksporti 4,5 milliard dollarni tashkil etadi. Bu eksportning 50% aynan Xonqa hajmidagi mebel shahri bo'lgan Indegoldan amalga oshiriladi. Mebel sozlikda foydalaniladigan zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan sexlarda mahalliy yoshlar ishlaydi. Yana shunisi ahamiyatliki, mebel korxonasi yon atrofidagi aholining kasanachilik asosida bandligi ta'minlanyapti. Pirovardida esa oilalar daromadli bo'lyapti. Meni ishim mana shu dastgohda detallarni kesish hisoblanadi. Bizga bu sharoitlar juda ham yangilik bo'lyapti. Prezidentimiz keldi mana. Juda ham xursandmiz. Bu dastgohimiz avtomatizatsiyalashtirilgan bo'lib, bitta kesganida 5 ta listni tengiga kesa oladi. Ish unumdorligini oshirib beradi. Konveyer usulida ishlaganimiz uchun bu bizga ancha qo'l keladi. Oldinlari bu narsalar qo'lda bajarilgan va o'lchamida ancha yanglishliklar bo'lgan. Bu o'zi kesadi. Bu yerda faqat operator bo'lsa bo'lgani, o'shani hisobiga
juda ham sifatli va o'lchami aniq kesadi. Sanoat zonasida energiya samaradorligiga e'tibor qaratilgan. Korxonalarning barchasiga quyosh panellari o'rnatilgan. Umuman Xorazm viloyatida mebelsozlik sanoati yildan yilga rivojlanib boryapti. Ayni paytda mebel ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi korxonalar soni 300 dan ortiqni tashkil etadi. Bu yo'nalishda yakka tartibdagi tadbirkorlar 200 dan ziyod bo'lib, 1.3 ming aholi o'z-o'zini shu sohada band qilgan. 9 ta ixtisoslashgan mahallada 2000 dan ortiq xonadonda kichik sexlar mavjud. Bizning korxonamiz 2015-yilda tashkil topgan. Uy sharoitida ishlab o'tirgandik. Shundan beri 4 ta ishchimiz bor edi. Tumanimizda yangi mebel sanoat zonasi tashkil qilindi. Prezidentimiz Xonqali mebelchilarga bir yaxshi sovg'asi bo'ldi bu mebel sanoat zonasi. Shu mebel sanoat zonasidan men ham o'zim ham 8 sotik yer olib, sex tashkil qildim. Hozirda bu yangi seximizda 10 ta ish o'rni yaratdik. Ushbu kichik sanoat zonasiga 8.2 million dollar investitsiya kiritilgan. Maqsad ishlab chiqarishga Turkiya standartlari va sifatini olib kirib, xonadonlardagi kichik tadbirkorlarni o'rta tadbirkorlar sinfiga o'tkazish hamda mahsulotni brend darajasiga yetkazish.